Aman Residence bu kelajakka yo'naltirilgan aqlli investitsiya bo'lib, bu Toshkent shahri bilan birga o'sib boradi. Uchtepa va Chilonzor tumanlari kesishmasida Aygen do'koni va sobiq makaron fabrikasi yaqinida joylashgan bo'lib, aynan shu yerda investitsiyangiz siz uchun ishlay boshlaydi. Toshkentning eng istiqbolli hududlaridan biriga hali qurilish bosqichida bo'lgan turar joy yoki tijorat maydonlariga sarmoya kiriting. Odamlar yuqori oqimiga ega tijorat maydonlari sizning biznesingiz yoki passiv daromadingiz uchun ajoyib yechim. Obyekt 2027-yil may oyida topshiriladi. Obyekt topshirilgach, ko'chmas mulk narxining o'sishi 35% va undan ortiq bo'lishi kutilmoqda. Tijorat maydonlarini ijaraga berish yillik daromad 12% dan boshlanadi. Qulay planirovkalar 30,7 kvadrat metrli kompakt bir xonali va 70,2 kvadrat metrgacha bo'lgan keng 2 va 3 xonali xonadonlar. Eng muhimi, to'liq to'lov qilganingizda 25% chegirma olasiz. Bu esa 1 kvadrat metr uchun $1150 o'rniga $900 degani. Yoki 60 oygacha foizsiz muddatli to'lov mavjud. Boshlang'ich to'lov esa atigi 20% dan boshlanadi. Ijarachilar va mijozlarni jalb qiladigan infratuzilma. Birov 10dan 7 kilometr radiusda joylashgan 5 ta maktab, birov 10dan 8 kilometr masofada metro bekati, Oasis va Globus Mall savdo markazlari, bolalar bog'chalari va yana ko'plab qulayliklar. Maydon hududida 1441 ta xonadon va bu sizning biznesingiz uchun tayyor mijozlar oqimi. Ijaraga mo'ljallangan biznes uchun premium darajadagi yechimlar, 3 metrlik baland patologlar, muallifli landshaft dizayni va zamonaviy sport maydonchalari. Bankdagi omonatlardan ko'ra foydaliroq tanlov. Bu sarmoya real kvadrat metrlar bilan himoyalangan. Art Construction Groupning ishonchligi xalqaro va mahalliy yirik obyektlarning muvaffaqiyatli qurilish tajribasi bilan isbotlangan. Kompaniya tomonidan amalga oshirilgan loyihalar qatoriga quyidagilar kiradi. Ufadagi Planeta savdo markazi, Qozondagi gips zavodi, Olmaotadagi Esentaya Park turar joy majmuasi hamda Toshkentdagi yirik obyektlar, Regnum Plaza, Parkent Plaza 3 va Aviapark biznes markazi. Bunday loyihalar kompaniyaning tajribasi va sifatiga bo'lgan e'tiborni yaqqol namoyon etadi. Endi esa diqqat, Aman Residence yangi blok sotuvi boshlanganini e'lon qiladi. Eng qulay planirovkadagi xonadonlarni band etishga ulguring. Siz uchun ishlaydigan kelajakni tanlang.